Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan xolodez tayyorlaymiz. Buning uchun bizga mol oyog'i va mol kachalkasi kerak bo'ladi. Bittadan mol oyog'idan foydalandim men va ularni yaxshilab tozalab yuvib tashlab gazga qo'yib bir marta qaynatib tashlaymiz va ularni yuvib tashlab qaynatib olgandan keyin bir martasida yuvib tashlab va ikkinchi martasida qaynatishga qo'yamiz. Undan keyin ko'piklarini olib tashlab, yaxshilab me'yorida qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Juda ham tez qaynab ketsa, ranglari chiroyli bo'lmaydi xolodetsa. Va shu qaynab turgan chog'ida unga lavr yaprog'i, 3 dona, sabzi va qora murch tabga ko'ra solib, ozgina tuz solib qaynatib qo'yamiz. 4 soatcha qaynagandan keyin ichidagi go'shtini olib olib va yana qaynatishda davom etamiz. Ularni yana bir 4 soatcha qaynatganimizdan keyin tayyor bo'lgandan keyin ichidagi paylarni olib, hammasini suyaklaridan tozalab va yaxshilab to'g'rab, ularni chiroyli qilib idishlarga yasatib, tuxum va ukropni, uyda bo'lgan zelenlar, sabzilar bilan bezatib, o'zingizga bog'liq qanday bezatish, shu bezatishlar orqali ularni tayyorlab, mana tuzlarini ham ko'rib, hammasini tayyorlab qo'ydik.